Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz mu'minlar, namozni vaqtlarini bayon qilib bo'lgach, shu namozda qanday qilib chaqirishlikni albatta aytib o'tamiz. Namozga qanday qilib chaqirishlik bu ozondir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan muhkam sunnat bo'lib kelgan narsadir. Ozon degani Alloh azza va jalla Tavba surasining 3-oyatiga va azanun minallohi va rasulihi, Alloh va rasulidan e'lom keldi, ozon keldi deydi. Endi bu yerda mushriklardan ularning hech qanday Alloh va rasuli o'rtasida zimmasi yo'q ekanligida nozil bo'lgan bu oyat. Endi bu yerda bu oyatdan bizni misol keltirganligimiz, ozonni o'zi ma'nosi arab tilida lug'aviy ma'nosi i'lam, bildirmoqlik degani. Shariatimizda esa bir ma'lumlangan lafz bilan bir xos sifatda namozni vaqti bilan aytmoqlikdir. Ma'lumlangan lafz 4 marta Allohu akbar va shuningdek 2 martadan ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna muhammadar rasululloh, shuningdek 2 martadan hayya alas solah, hayya alal falah va shuningdek 2 martadan Allohu akbar va shuningdek 1 marta la ilaha illalloh. Abu Hanifa rahmatullohi alayh mazhab boshimiz deydilar, agar bir shaharda odamlar jamoat bilan ozonni qasddan tark qilib namoz o'qisalar, mana shu odamlarda albatta shu odamlar gunohkor bo'ladi dedilar. Yana bir rivoyatda vojib ham deb aytilgan, hattoki Imom Muhammad Hasan ibn Shayboniy rahmatullohi alayhi dedilar, agar bir shaharning ahli ozonni tark qilishlikka kelishib namoz o'qimoqchi bo'lsalar, albatta ularga qarshi urush qilgan bo'lar edim dedilar. Albatta bu ozon, uni tark qilishlik joiz bo'lmaydi. Ozonni qasddan tark qilgan odamga urush qilinadi. Chunki ozon islom xususiyatlaridan va islom shioridan bo'lgan bir shiordir. Ozonning sifati bu qadar. Abdulloh ibn Zayd radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Imom Abu Dovud va Ibn Majah va Imom Tirmiziylar chiqarishgan bu hadisni. An Abdullah ibn Zayd qol: "Lamma amara Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bin naqus yu'mal li yudhraba bihi lin-nas li jam'i as-salati." Masjid-i Nabaviy qurilib bo'lgach, Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam odamlarni, ya'ni namozda yig'ishlik uchun noqusni chalmoqlikka buyurdilar. Noqus nasroniylar chalaydigan narsa. Ya'ni xristianlar taqillatadi-yu, bir zvanogmi, mana shunga o'xshagan narsalar o'zimiz tilda olib qaraganda. Shu noqusni chalmoqlikka, ya'ni urmoqlikka buyurdilar. Shu vaqtda tofabi, men tavof qildim. Ya'ni tavof qildim va uxladim deydilar. Wa ana na'imun rajulun yahmilu naqusan fi yadihi fa qultu ya Abdullah atabi'u an-naqusa. Shunda bu kishi aytibdilarki, shu uxlagan vaqtimda haligi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyurgan noqusni bir kishi ko'tarib qo'lida yurgan edi. Shunda dedim, ey Abdulloh, ana shu noqusingni sotasanmi menga dedim. Shunda u odam dedi, buni nima qilasan? Qala mada tasna'u bihi?
qultu nad'u bihi ila solati. Men dedimki buni urib, ya'ni biz odamlarni namozga chaqiramiz dedim deydilar. Qala, haligi kishi aytdi deydilar. Afala adulluka ala ma huwa khayrun min zalika. Mana bundan yaxshiroq narsani, ya'ni bir noqisdan yaxshiroq narsani senga ko'rsataymi dedi. Faqultu lahu bala. Men dedim, ha ko'rsatgin dedim deydilar roviy. Qala, haligi odam shunday dedi. Faqala Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illalloh deysan dedilar. So'ngra haligi odam aytayaptilarki, yana haligi o'sha ozonni o'rgatgan odam, agar ozonga tursang, ana shularni aytasan, agar takbirga tursang, qod qomatis sola deysan degan ekanlar. Ya'ni iqomatni albatta tez aytilinadi va shunday tez aytgan holatda qod qomatis solati ziyoda qilasan degan ekanlar. Hayya ala solah, hayya alal falahdan keyin. Hayya alal falahdan keyin, ya'ni hayya ala solah bilan hayya alal falahni aytib bo'lgandan keyin. Haligi odam deydilar: "Falamma asbahtu ataytu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fa akhbartuhu bima ra'aytu." Tong otgan vaqtda Rasulullohning oldilariga kelib, tushimda ko'rgan narsani xabar berdim dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Innaha la ru'ya haqqun inshaalloh." Bu haqiqiy tushdir inshaalloh dedilar. Faqum turgin faqum ma'a Bilal falqi alayhi ma ra'ayta falyu'adhdhin bihi fa innahu anda sawtan minka. Tur bor Bilal bilan birgalikda ana shu ko'rgan tushingni Bilalga o'rgatgin. Bas Bilal ana shu bilan azon aytsin dedilar. Chunki Bilal senda qaraganda ovozi kuchliroq, ya'ni ovozi baquvvatroq dedilar. Bu kishi aytadilar, roviy faqumtu ma'a Bilal, Bilal bilan birgalikda turdi, faja'altuhu ulqihi, Bilalga o'rgatdim ko'rgan narsamni, fayu'adhdhinu bihi. Keyin Bilal shu bilan azon aytdi dedilar. Yana roviy aytadilar, qala fasami'a zalika Umar ibn Khattab radhiyallohu anhu wa huwa fi baytihi. Bu holatni Umar ibn Khattab radhiyallohu anhu eshitgan ekanlar. Bas fa kharaja yajurru ridaahu, jelaklarini sudrab chiqib keldilar. Shunday der edilar Umar ibn Khattab: "Vallazi ba'athaka bil haqqi ya Rasululloh, laqad ra'aytu mithla ma uriya." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله الحمد. Shunda Umar ibn Khattab radhiyallohu anhu dedilar: "Sizni haq bilan yuborgan zotga qasamki, men ham ana shu narsani tushimda ko'rdim" dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh uchun hamd bo'lsin deb qo'ydilar. Azon va uning azonni aytmoqlik sifati mana shulardan iborat edi. Yana azonni qanday qilib aytishlik, qanday holatda aytishlikni inshaalloh keyingi darsimizga aytib o'tamiz. La havla va la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.